Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Men Qahramon Avror, vrach neyroxirurgman. Hozirgi kunda faoliyatimizda ko'p uchrab turadigan savollardan biri shuki, doktor, meni belim, bo'yinim yoki ko'krak umurtqalarimda og'riq bor. Men MRT yoki MSK tekshiruvga tushaymi? Yoki bo'lmasam shifokorlarimiz tarafidan ham ba'zi kasalliklarni diagnostika, ya'ni ajratish jarayonida MRT yoki MSKT tekshiruvini tanlashda ikkilanishlar yuzaga keladi. Agar bemorlarda yoki sizning bemoringizda bellarda yoki ko'krakda yoki bo'yin umurtqalari sohasida tanaga uzatiluvchi yoki qo'llarga yoki oyoqlarga, tanamizning pastki qismlariga uzatiluvchi chiziqli og'riqlar kuzatilsa va u shular bilan birga kelsa, bunday holatlarda MRT tekshiruvini tanlash tavsiya etiladi. Agar bunday og'riqlar yaqinda yoki qanchadir vaqt davomida jarohat tufayli yuzaga keladigan bo'lsa yoki siz bemoringizda qonli yoki yiringni ajralmadan bir-biridan ajratish uchun yoki suyak to'qimasidagi o'zgarishlarni maxsusroq, chuqurroq darajada ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda MSK tekshiruvi tanlanadi. Sabab, MRT tekshiruvi ko'proq yumshoq to'qimalar, orqa miya, bosh miya, nerv strukturalari, umurtqa pog'onasi disk sho'ralari va ularni katta hajmi, joylashishi va nerv strukturalarining ezilish darajasi, degeneratsiyalarni ko'rsatishga ixtisoslashgan. MSKT tekshiruvi bo'lsa, suyak to'qimasi, ularni sinishi, destruksiyasi, yiringligi va qonli ajralmalarni bir-biridan ajratishga juda ham ixtisoslashgan tekshiruv hisoblanadi. Agarda tibbiyotga oid qanaqadir savollar qiziqtirsa va qanaqadir ma'lumot olishni istasangiz, kommentariyada yozib qo'yishingizni so'raymiz. Rahmat.